Assalamu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Qur'on bo'liqi programmamizning 3-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olaman. Biz bu programmamizda islom dunyosidagi mashhur olim Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunamiz. Bugün diqqatingizda bo'ladigan birinchi mavzu ilohlik bobidagi hukmronlik. İlahning yuqorida bayon qilingan butun uqumlari orasida bir mantiqilik bog'lanish mavjud. Qandoqli kishi birsini tabiatdan tashqari ma'noda o'ziga nisbatan homiy, madadkor, qiyinchilikni daf'i qilg'uvchi, hojatni ravo qilg'uvchi, duolarni tingshig'uvchi, foyda ziyon yetkazguvchi deb tushunadi ekan. Uning bu tushunchasi ashu kishini koinot sistemasining qandaqdir biror huquqiga sahib deb tunaydiganligini bildirdi. Shuningdek, birarsidan uning noroziligi menga nuqson yetkazadi, roziligi foydamga sababkor bo'ladi deb aqida qilib, qo'rqib, taqvolik qilsa, ya'ni ehtiyot qilsa, uning bu qilg'inining sababimi o'z ideyasida uni biror oliy huquqqa ega deb tasavvur qilganlikdan boshqa bo'lmaydi. Yana shuningdek, qandoqli kishi Allohning tanho ilohligini e'tirof qilgan turuqliq. Qandoqli bir kishi Allohning yakki yagona tanho ilohligini e'tirof qilgan turuqliq. Boshqalarga hojatining ravo bo'lishi uchun sig'inadi ekan. Ya'ni mayli kim bo'lsa bo'lsin, bu sig'ingan kishisi kim bo'lsa bo'lsin, o'lik bo'lamdi, avliyo bo'lamdi, yulduz bo'lamdi, daraxt bo'lamdi, osmon bo'lamdi, farishta bo'lamdi, kim bo'lsa bo'lsin, Allohning tanho ilohligini e'tirof qilgan turuqliq. Allohni qo'yib, boshqalarga o'zining hojatining ravo bo'lishi uchun sig'inadi ekan. Uning bu qilmishiga Allohning mutlaq hokimiyatida shu kishining tegishlik hassi bor degan tushunchalar harakatlantiruvchi rol o'ynagan bo'ladi. Mayli buni e'tirof qiling yoki qilmang. O'ylab boqaylik qarindashim. Ya'ni shu insonningki Allohni qo'yib boshqalarga sig'inishi o'zining hojatini ravo qilish uchun. Mushu paloni men shu o'zi sig'inayotgan kim bo'lsa bo'lsin, shu sig'inayotgan kishisiga mening hojatim ravo bo'ldi deb turib qilgan shu qilmishi, sig'inganligi shu kishisini nima degan bo'ldi ekan desa, Allohning mutlaq hokimiyatida shu kishining tegishlik hassi bor degan tushunchalar harakatlantiruvchi rol o'ynagan bo'ladi. Xuddi mushuninga o'xshash qandoqli kishi birarsining hukmini qonun deb e'tirof qiladi ekan. Diqqat qilaylik qarindoshlarim. Qandoqli kishi birarsining hukmini qonun deb e'tirof qiladi ekan. Buyruq cheklimalarini vojibul itoa, ya'ni itoat qilish vojib deb qaror qiladi ekan dedi. Qandoq buyruq cheklim bo'lsa bo'lsin, uning buyruq cheklamalari itoat qilish vojib deb qaror qilsa, bu shaklda e'tiqod qilsa, uning hokim mutlaqligini e'tirof qilgan bo'ladi. Ana shu qonunni, ana shu buyruq cheklamalarining hokim chiqaruvchi, ya'ni shu buyruqni, shu qonunni chiqaruvchi yoki shu buyruq cheklimlarini qo'yuvchiga itoat qilish vojib, shuning qonuni e'tirof qilish kerak deb e'tirof qilsa yoki itoat qilish vojib deb qaror qildi ekan, uning hokim mutlaqligini, ya'ni shu qonunni chiqaruvchininki va shu buyruq cheklimlarini yo'l qo'yuvchining hokim mutlaqligini e'tirof qilgan bo'ldi. U hokim mutlaq, u mutlaq hukm chiqarish huquqiga deb e'tirof qilgan bo'ladi. Demak, ilohlikning asli ruhi hukmronlikdan iborat bo'lib, bu hukmronlik koinot ustidagi tabiatdan tashqari hukmronliknimi? Shundaqla dunyoda xalqni o'ziga bo'ysundiradigan, uning hukmiga qat'iy rioya qilinadigan dunyolik hukmronliklarnimi tang o'z ichiga oladi. Herkes Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükümranlığı bazı birler o'ylab qolgandek masjidning ichidan chiqmaydigan ish yo'q.
yoki inson o'lgan vaqtda qabri beshiga borgan vaqtda yoki uyga o'lgandan keyin Qur'on o'qib qo'yishga chaqirib qilgan Allohning hukmi bu emas. Bu yerda asqatadigan, bu yerga kelgan vaqtda Allohningki diniga esildigan ish bo'lmaydi dunyoda. İnsan musulmonning har bir hayoti, mangan har bir qadamlari, o'ylagan tafakkurlaridan tortib Alloh subhanahu va taolaning dini nizomi ichida, qonuni ichida hukm sayr qilib menishi kerak. Shuning uchun yuqorida degandek, ana shundoq har qanday bir kishi Allohdan boshqasininki biror hukmini qonun deb e'tirof qiladi ekan, buyruq cheklimalarini itoat qilish vojib deb qaror qiladi ekan, uning hokim mutlaqligini e'tirof qilgan bo'ladi. Demak, ya'ni ilohlikning asli ruhi, asli ma'nosi nima ilohlikning? Desa, hukmronlikdan iborat. Allohning bu hukmronligi koinot ustidagi tabiatdan tashqari hukmronlikmi? Biz yashayotgan bu tabiatdan tashqari bo'lgan hukmronlikni o'z ichiga oldi. Bütün biz aqlimiz yetmaydigan barliq dunyoni boshqarish, osmon, zamin hammasini sayr qildirish, buning hukmronligimi Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Uningga hukmronlik qilguvchimi ana shu Alloh subhanahu va taola. Shundaqli dunyoda xalqni o'ziga bo'ysundirish huquqi ham va bütün xalqni o'zining hukmiga qat'iy rioya qilinadigan, birdan bir e'tirof qilinadigan, hükmü birden-bir e'tirof qilinadigan zot faqat va faqat ana shu butkul olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taoladir. Endi yuqoridagi so'zlagan so'zlarimizga Qur'oni Karimning dalillari. Mana bu hukmronlik tasavvuri asosida Qur'oni Karim Allohdan g'ayrining ilohligini rad qilib, ilohlikni faqatla Allohga markazlashtirish uchun bütün delil gücünü iş kısalıdır. Bu haqda zimin ve asmanlardaki bütün hukuk, ihtiyarlıklar birla Allah'ın koluda. Mahluklar ve bütün nimetler onun mülküdür. Buyruk mu onun, güç kuvvet mi onun, bütün şeyler ihtiyarlık ve ihtiyarsız halda onun kılı itaat kılıdır. Onundan başka hiçbirinin ne hükümranlığı yok, ne hükmü mü akmaydı. Hiçbir mahluk onun hikmet, tedbir, intizamlarının sırrını bilmeydi. Hiç kişi onun hükümranlığı ten, şerik ya ki zerrece hassedar bulalmaydı. Şunlaşka hakikatte onundan başka hiçbir ilah yok. Şundak iken sizlerning başqalarını ilah bilib qilayotgan amallaringlarning hammasi butunlay xato bo'lgan bo'ladi. Shunga boshqalarga qaritib olgan duo qilish, panohligini seg'inish, o'zinglarga homi, shafoatchi bilish, uning hukmini e'tirof qilib, qat'iy itoat qilish qatorliq bu barliq amal munosabatlarni faqat va faqat Allohga xoslashtirishinglar lozim. Çünkü ana şu Allah'la yalğız hükümranınlardır deb delil keltirdi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim mana shundoq deb delil keltirdi. Buni biz tövende bir qanchilgan oyatlarda Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning bildirishi bilan bu oyatlarni diqqatingizga sunamiz. Allah subhanahu va taola Sura Zuhrufning 84-oyatida mundaq deydi. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أنا شو الله أسماندمı ilahdır, zimindimi ilahdır. Ana şu Allah hikmet bilen iş qılğıcı ve hemmeni bilgicidir. Yani zimin ve osmonlarga hükümranlık qilish uchun ketarlik ilim, hikmet faqat ve faqat onunla ilkididir. Allah yana Sura Nahl'ning 17, 20 ve 22 oyatlarda mundaq deydi.
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إلهكم إله واحد Yaratıdığan Allah bilen hiç neresini yaratılmaydıganlar o'xshash bo'lamdi. Acaba shunchalik ishni mo tushunmamsizlar? Ularning Allohni qo'yib chaqirayotganlari hech narsaning yaratquchisi emas. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Sizlarning ilohinglar faqat birli ilohdir. Allah yana Sura Fatirning 3-oyatida mundaq deydi. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullohi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allah'tan başka sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Shundoq bir yaratquchi bormi? Sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar zodi qayerlarda qaymoqib yuraysizlar? Allah yana Sura An'amning 46-oyatida mundaq deydi. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. Etqinki ey Muhammad sallallahu alayhi ve sellem, etqinki sizlar o'ylab baxtinglarmi? Agar Allah sizlarning anglash va ko'rish quvvatlaringlarni elib olsa, dilinglarni pechatlab olsa, ya'ni aqlinglarni tortib olsa, Allohdan boshqa qani kim sizlarga shu quvvatlarni akilib bera oladi? Allah yana Sura Qasosning 70, 71, 72-oyatlarida mundaq deydi. Ana shu birla Allohdirki, uningdan bo'lak hech iloh yo'qdir. Dunyo va oxiratda jami hamdu sana uningga xosdir. Hükümranlık onun bilan mansubdir. Sizlar uning dargohiga qayturilasizlar. Etqinki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga etqinki, qani o'ylab baxtinglarmi? Agar Alloh sizlar uchun qiyomat kunigacha kechini davomlashadigan qilib qo'ysa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar? So'rag'inki, qani o'ylab baxtinglarmi? Agar Alloh sizlar uchun qiyomat kunigacha kunduzni davomlashadigan qilib qo'ysa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga orom elishinglar uchun kechini elib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar? Allah yana Sura Saba'ning 22 va 23-oyatlarida mundaq deydi. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Etqinki, sizlar Allohni qo'yib iloh qilib olganlaringlarni chaqirib beqinglar. Ular na osmonlarda na zaminda zarrachog'liq narsaga xo'jayin emas. Na osmonlarning na zaminning intizomida ularning hech qanday sherikchiligi yo'q. Na ulardan birarsi Allohga osmon zaminning intizomida yordamchi emas. Faqat Allah o'zi shafoatga izni bergan odamdan boshqa kishiga Allohning dargohida shafoat mubayda bermaydi. Allah yana Sura Zumarning 5-6-oyatlarida mundaq deydi. Xalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha sayr qiladi. Allah bir odamdan sizlarning paydo bo'lishinglarni boshladi. Ondan uning juftini yaratdi. Va hayvonlardan 8 güpni sizlarga tushirib berdi. Allah sizlarni onanglarning qornidan bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, 3 pardaning qorong'uligi ichida yaratdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Hukmronlik huquqi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar zodi qayoqlarda qayib yuraysizlar? Allah yana Sura Namlning 60-oyatidan 64-oyatigacha mundaq deydi. Kim u osmonlarni va zaminni yaratgan? Sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan. Uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Acaba bu ishlarda Allohga sherik bo'ladigan boshqa iloh bormi? Yo'q. Balki dal mushu kishilar haqdan burilib ketib bormoqda. Kim u? Zaminni turalg'u qilib bergan. Kim, zaminni turalg'u qilib bergan kim? Uning ichida daryolarni ravon qilib bergan kim? Va uning ustiga tog'larni mix qilib qoqqan kim? Ikki suv manbasini orasida parda to'siqlarni barpo qilgan kim? Acaba bu ishlarda Allohga sherik bo'ladigan boshqa iloh bormi? Yo'q. Balki bu kishilarning to'lasi nadonlardir. Kim u? Beshig'i kun tushgan odam duo qilsa ijobat qiladigan. Uning beshig'i kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan kim? Va sizlarni zaminning xalifasi qilgan kim? Acaba bu ishlarda Allohga sherik bo'ladigan boshqa iloh bormi? Sizlar nihoyat oz o'ylansizlar. Kim u? Quruqlikning va dengizning qorong'uliklarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan. Rahmatidan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim u? Acaba bu ishlarda Allohga sherik bo'ladigan boshqa iloh bormi? Allah bular keltirgan shirkdan pokdir. Kim u? Dastlab xalq etishni boshlagan. Ondan uni yana qaytalaydigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Acaba bu ishlarda Allohga sherik bo'ladigan boshqa iloh bormi? Aytqinki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, qani dalilinglarni keltiringlar. Agar sizlar rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, qani dalilinglarni keltiringlar. Ya'ni agar sizlar bularning hammasi faqatli Allohning ishi ekanligini, bu ishlarda Allohning hech bir sheriki yo'qligini e'tirof qiladigansizlar, undaqda zodi qaysi dalilga binoan ilohlikda boshqalarni uningga shirik qilib olasizlar? Zodi qaysi dalilga binoan ilohlikda boshqalarni uningga shirik qilib olasizlar? Hech bir qudrat huquqi bo'lmagan yoki osmonlar bilan zaminda o'z oldiga ayrim mustaqil biror ishi bo'lmaganlar qandaqmi iloh bo'la olsin? Allah yana Sura Furqonning 2-3-oyatida mundaq deydi: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Asmanlarning va zaminning podshohligi Allohning ilkididir. U hech kimni bola qilib olgani yo'q. Podshohlikda sherikimi yo'q. U hamma narsani yaratdi. Ondan hamma narsa uchun muayyan taqdirni belgiladi. Kishilar uni qo'yib hech narsani yarata olmaydigan, balki o'zlari yaratildigan va o'zlariga hech bir foyda ziyon yetkazish ixtiyorligiga ega bo'lmagan, shundaqla hayotlik va mamotlikda hamda qayta tirildirishda hech bir huquq, qudrati bo'lmaganlarni o'zlariga iloh qilib olishdi. Alloh yana sura An'amning 101 va 102 oyatida mundaq deydi: Alloh osmonlarni va zaminni yo'qdan bor qiluvchidir. Allohning ayoli yo'qtirsa, qandoqmi bolasi bo'lsin? U hamma narsani yaratgan. Hamma narsani obdan bilguchidir. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratquchisidir. Shunga uning qili bandichilik qilinglar. U har narsani qo'g'dab xabar elishga kepildir. Allah yine Sure Baqaraning 165 oyatida mundaq deydi: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Bazı kişiler Allah'tan gayrilerini Allah'a tanlaştırıp şirk kılıp aladı. Onlarga Allah'a muhabbet kılgandek muhabbet kılıdı. Halbuki müminler hemmedin bek Allah'ını söylüyordu. Kaşki bu zalimler azapını körgen çağda his kılıdığan bu hakikatini şu taptı bilse idi. Bütün güç kudretinin Allah'ın ilgili ikenligini his kılattı. Allah yine Sure Ahqaf'ның 4-5 ayetida mundaq deydi: Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib hojatinglarning ravoligi uchun chaqirib atgan mabudlaringlarning ahvoli ustida o'ylanib baqdinglar. Aytqinki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib hojatinglarning ravoligi uchun chaqirib atgan mabudlaringlarning ahvoli ustida o'ylanib baqdinglarmi? Ular qandaq bir ahvol ustida o'ylanib baqdinglarmi? Qani menga ko'rsatib beqinglarki, ular zaminning qanchalik qismini yaratgan. Zaminning falon yerini, bu yerini bizning ilohimiz, bizning mabudlarimiz yaratgan deb beqinglarchi qani. Qani menga ko'rsatib beqinglarki, ular zaminning qanchalik qismini yaratgan. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtaqchiligi bormi? Allohni qo'yib duoni ijobat qilishga ta qiyomatgacha qodir bo'lolmaydiganlarni chaqirgan kishidanmi gumroh odam bormi dunyoda? Ana shunday buyuk Allohni qo'yib, uning qilgan duosini ijobat qilishga ta qiyomatgacha qodir bo'lolmaydiganlarni chaqirgan kishidanmi gumroh odam bormi? Hurmatli radio anglag'uchi qarindoshlar, bugungi Qur'on bo'liqi programmamizning 3-soni mush yerda oyoqlashadi. İnşallah yana mushu saatlarda Allah ömür berse yana sizlar bilan yuz ko'rishgacha hammalarni ana shu mehribon Rabbimiz Janobi Allah subhanahu va taolaga topshiraman. İjobatlik duolaringlarda butun dunyodagi musulmon qarindoshlaringlar uchun va shundaqla kamina ojiz uchunmi duo qilib qo'yishinglarni umid qilaman. İnşallah kelar qitim